Rading va bugungi kunimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Bizga ko'nglimiz to'q. Sababi bizning bitta akamiz mana shogirdlarimizdan biri, ustozimiz Rinat aka. Qaranglar, qanaqa ish bo'lyapti. Aka, bugun nechinchi kun? Unda olib qaragan hafta nechinchi hafta? 4-chi hafta, уже 4-chi hafta. 4 hafta bo'ladi o'quv kurslarimiz, 4 haftadagi rezultat. Endi sizga oddiy qisqa savol, oldin mana shunaqa svarishni ishlarni qilib yurganmisiz? Tanishmisiz bu proses bilan? Ozgina bo'lsa ham qanaqadirki tushuncha bormidi sizda? Yo'q, bu bo'yicha umuman tushuncham yo'q edi. Ilgari shu davlat ishlarida ishlaganmiz. Umuman qo'limizga hattoki bolgarka ham olib ishlatib ko'rmaganmiz, lekin shu yerga kelib o'rgandik hammasini. O'rgansa bo'lar ekan. Noldan o'rgandingiz mana shu narsani. Endi buning uchun mana shu narsani tez o'rgansa bo'ladimi yoki umuman o'rgansa bo'ladimi deganlarga oddiygina savol, xohish bo'lsa bo'ldi ekanda. To'ppa-to'g'ri. Xohish bo'lsa, ozgina qunt bo'lsa. Lekin men o'zim anchadan beri, mana ham Rinat akam ham anchadan beri svarkada yuribmiz. Yoki men to'g'risini aytaman, ishingiz bor, idealni. Bizani ishdan umuman qolishmaydi, men to'g'risini aytaman, to'g'ri. Farqimiz bitta. Siz qiyin joylarda hali ishlab ko'rmagansiz, inshaalloh kelajakda u narsalar bilan ham uchrashasiz, lekin qiyin bo'lmaydi siz uchun. Qaranglar, zo'r chiqdi shov.